2007-yil 07 kelib qoldi. Vashcha chiroyli ekan mashincha. Mana shu uchun tayyor holatda ekan, xudo xolasa. 35-40 million dollar, xudo xolasa birgalikda sizlar bilan savdosini qilamiz. Kraskasi qayerlarda bor ekan buni? Kraskasi 20% jo'da egasi. 20% jo'da. Kurtda baloncha yangi qo'yibsiz-a? Yangi qo'ydim. Motorlarda ishi yo'q. Motorlar Menimcha Qozoqdan chiqqani bo'lsa kerak. Chunki 2007-yil Qozoqdan keluvdi bizga. 75 talik gazlari ham qo'yilgan ekan. Xullas, mashina vashcha zo'r saslanib turibdi. Qarang, bo'lishini hech oxiri talashmaydigan joyi. 2300 dar bo'lsa, 2300 qo'lingiz bermang. Malamijir qilmayman, narsangizni yerga urmayman. Rozi bo'lsangiz berasiz, norozi bo'lsangiz bermaysiz aka. Shunaqa demasam, obunachilarim ichida bir ikkitasi bor. Yerga urib yuryapsan, unday qilyapsan, agar rozi bo'lsangiz berasiz. 1500 beraman, bormi baraka? yo'q. 2000 ga arziydimi, arzimaydimi mashinangiz, to'g'ringizni ayting. Mashina arziydi lekin 2000. Arziydi. Aka, men arzon bo'lsa qo'yaman, rozi bo'lsangiz qo'yaman. Mayli aka, malamijir qilmayman, 1600 beraman, bor baraka. Bo'lmaydi. Qancha qo'sha? 50 qo'shsam berasizmi? Yo'q. Salkam 2000 da aytyapman mana. 1650 bor baraka. Yo'q. Qancha bor? Ko'p bormi? 100 qo'shingani. Bo'ldi, 50 qo'shdim, bor baraka. 1700 tiniq top-toza bo'ldi. 50 qo'shing ber. Yo'q, 1700 bo'lsa mana tekinga reklama qilib berdim. Bor baraka. Bor. Baraka. Bilan mashinada holati vobshe ideal turibdi ekan. Narxi $1700 bo'ldi. Shoshilib qolasizlar, faqat naqd pulga sotiladi.